Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun g'oyat muhim va dolzarb mavzu pensiya to'lovlari tartibidagi jiddiy o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensioner, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqaro va ularning oila a'zolari uchun kritik ahamiyatga ega. Agar siz pensiya olish tartibi o'zgarganini bilmasangiz, qanday yangiliklar kutilayotganini tushunmasangiz yoki bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishidan xavotirda bo'lsangiz, demak siz to'g'ri joydasiz. Bugungi videomizda biz barcha savollaringizga atroflicha javob beramiz. Har bir jihatni chuqur tahlil qilamiz. Bu video sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz uchun fundamental ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va endi nimalar o'zgardim? Keling. Avvalgi tizim qanday ishlaganini eslab olamiz. An'anaviy pensiya to'lovlari tartibi ko'pchiligimiz uchun juda tanish edi. Odatda pensionerlar o'z pensiyalari har oyning muayyan sanalarida, masalan, har oyning 5-10 kunlari orasida olishga o'rganib qolishgan edi. Bu to'lovlar odatda 3 ta asosiy usulda amalga oshirilardi. Birinchisi pochta bo'limlari orqali naqd pulda. Ko'plab keksalar, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar, pochta bo'limlariga borib, o'z pasportlari va pensiya guvohnomalari bilan pensiyalarini qo'lma-qo'l naqd pulda olishardi. Ba'zi hollarda agar pensioner sog'lig'i tufayli pochta bo'limiga bora olmasa, pochta xodimlari pensiyani to'g'ri uyiga olib kelib berishardi. Bu usul ko'pchilik uchun qulay va ishonchli edi, chunki naqd pulni darhol ishlatish mumkin edi. Bu usulning afzalligi shundaki, pensionerlar pulni o'z qo'llariga olishdan keyin bevosita kundalik ehtiyojlariga sarflashlari mumkin edi. Masalan, bozorga borib oziq-ovqat sotib olish, kommunal to'lovlarni naqd pulda amalga oshirish yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalanish. Kamchiligi esa pochta bo'limida navbatlar bo'lishi mumkinligi. Pulni yo'qotish yoki o'g'irlatish xavfi mavjudligi va ayniqsa uzoq hududlarda yashovchilar uchun pochta bo'limiga yetib borishdagi qiyinchiliklar edi. Ikkinchisi bank kassalari orqali naqd pulda. Shahar joylarda ko'proq tarqalgan bo'lib, pensionerlar o'z pensiyalarini oluvchi bank filialiga borib, navbat kutib naqd pulda yechib olishardi. Bu ham pochta bo'limi usuliga o'xshash edi, faqatgina moliyaviy muassasa o'zgacha edi. Bank kassalarida ham pochta bo'limlaridagi kabi afzalliklar va kamchiliklar mavjud edi. Bank filiallari ko'pincha shaharlarda ko'proq joylashgan bo'lib, qishloq joylardan kelgan pensionerlar uchun transport xarajatlari va vaqt sarfi ortiqcha yuk bo'lishi mumkin edi. Shuningdek, ba'zi keksalar uchun bankdagi murakkab proseduralar va bir necha xil hujjatlarni to'ldirish zarurati ham qiyinchilik tug'dirardi. Uchinchisi, bank plastik kartalariga o'tkazish. So'nggi yillarda bu usul tobora ommalashib bordi. Pensiya miqdori bevosita pensionerning bank kartasiga o'tkazilar va ular uni istalgan bankomatdan yechib olishlari yoki do'konlarda to'lov qilish uchun ishlatishlari mumkin edi. Bu usulning asosiy afzalliklari qulaylik, xavfsizlik, pulni naqd holatda olib yurish shart emas va vaqtni tejash edi. Ko'pgina pensionerlar uchun bu zamonaviy usul hayotni ancha osonlashtirdi. Biroq bu usulning ham o'ziga xos kamchiliklari bor edi. Ba'zi keksalar uchun bankomatdan foydalanish texnik jihatdan murakkab tuyulardi. PIN kodni eslab qolish muammosi yuzaga kelardi yoki kartani yo'qotish va uning bloklanishi bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin edi. Ba'zi joylarda bankomatlar yetarli bo'lmasligi yoki ularning uzluksiz ishlash kafolatlanmagan bo'lishi ham muammo tug'dirardi. Har bir usulning o'ziga xos afzallik va kamchiliklari bor edi. Lekin bularning barchasida muhim bir jihat bor edi. To'lov sanalari odatda juda aniq va barqaror edi. Bu esa pensionerlarga o'z xarajatlarini rejalashtirishga, dori-darmon yoki oziq-ovqat sotib olish sanasini oldindan belgilashga imkon berardi. Bu barqarorlik ko'pchilik uchun psixologik xotirjamlikni ham ta'minlardi. Endi esa eng muhimiga o'tamiz. Nimalar o'zgardi? So'nggi paytlarda pensiya ta'minoti tizimida jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi tizimni yanada shaffof, samarali va pensionerlar uchun qulayroq qilishdir. Bu harakatlar zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, byurokratik to'siqlarni kamaytirish, shuningdek pensiya mablag'larining maqsadli ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Biroq har qanday o'zgarish kabi bu ham dastlabki bosqichda ba'zi chalkashliklar va savollarni keltirib chiqarishi mumkin.
asosiy o'zgarishlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin. Birinchidan, to'lov sanalarining moslashuvchanligi. Ilgari qat'iy belgilangan sanalar endi biroz o'zgarishi mumkin. Bu o'zgarishlarga sabab bo'layotgan omillar ko'p. Masalan, bank tizimlarining yuklamasi, bayram kunlari, haftalik dam olish kunlari va yangi hisob-kitob mexanizmlari. Hukumat bank tizimidagi ish yukini bir tekis taqsimlashni va pensiya to'lovlarini tezroq amalga oshirishni xohlaydi. Shu sababli to'lov grafiki har oyda o'zgarishi mumkin. Bu degani, endilikda sizning pensiya to'lovlaringiz har oyda biroz farkli sanalarda amalga oshirilishi mumkin. Bu har bir oy uchun alohida e'lon qilinadi va pensionerlar bu ma'lumotni kuzatib borishlari kerak bo'ladi. Misol uchun, bir oyda siz pensiyani oyning 5 sanasida olgan bo'lsangiz, keyingi oyda bu sana 2 yoki 10 sanaga surilishi mumkin. Bu o'zgarishning asosiy sabablaridan biri pensiya jamg'armasining banklar bilan o'zaro hamkorligini optimallashtirish va resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashdir. Ikkinchidan, raqamlashtirishning kuchayishi. Hukumat pensiya tizimini raqamlashtirishga katta e'tibor bermoqda. Bu degani, naqd pulsiz to'lovlar, bank kartalari va mobil ilovalar orqali operatsiyalar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu xalqaro tendensiya bo'lib, korrupsiyani kamaytirish, to'lov jarayonini tezlashtirish va aholiga qulaylik yaratishni maqsad qiladi. Raqamlashtirish pensiya mablag'larining har bir so'mini kuzatib borish imkonini beradi va mablag'larning noto'g'ri ishlatilishini oldini oladi. Endi pensiya olish uchun jismonan bank yoki pochta bo'limiga borish zarurati kamayadi. Bu ayniqsa jismoniy imkoniyati cheklangan yoki uzoq joyda yashovchi pensionerlar uchun katta yengillikdir. Shu bilan birga, bu qadam har bir fuqarodan ma'lum darajada raqamli savodxonlikni ham talab qiladi. Uchinchidan, yangi nazorat va xavfsizlik mexanizmlari. Pensiya mablag'larini o'zlashtirish yoki noto'g'ri to'lash holatlarining oldini olish maqsadida yangi tekshirish va nazorat mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu pensionerlardan ba'zi hollarda qo'shimcha ma'lumotlarni yangilash yoki tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Masalan, pensiya olish uchun sizning ma'lumotlaringiz doimiy ravishda davlat bazalari bilan solishtiriladi. Agar biron-bir nomuvofiqlik aniqlansa, to'lovlar vaqtincha to'xtatilib, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Bu mexanizmlar pensiya tizimining adolatliligini va mablag'larning faqat haqli shaxslarga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan. Ba'zi hollarda pensionerning tirikligi yoki ma'lum bir hududda yashashini tasdiqlash uchun davriy tekshiruvlar o'tkazilishi ham mumkin. To'rtinchidan, pensiya olish usullarini tanlash imkoniyatining o'zgarishi. Ba'zi joylarda naqd pulda pensiya olish imkoniyatlari cheklanishi yoki butunlay bekor qilinishi mumkin. Bu ayniqsa yirik shaharlarda va rivojlangan tumanlarda yaqqol seziladi. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi bank kartalari orqali to'lovlarni rag'batlantirishdir. Hukumat naqd pul muomalasini kamaytirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga intilmoqda. Bu pul yuvish, kontrabanda va norasmiy iqtisodiyot bilan kurashishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu o'zgarish ayniqsa an'anaviy naqd pul olishga o'rgangan keksa avlod uchun ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. 5-dan, fuqarolarning pensiya jamg'armasi bilan o'zaro aloqasining yangi formatlari. Endilikda ko'plab ma'lumotlarni onlayn olish, ariza berish va murojaatlarni elektron tarzda yuborish mumkin bo'ladi. Bu vaqtni tejash va byurokratik to'siqlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.uz orqali ko'plab pensiya bilan bog'liq xizmatlarni olish mumkin. Bu nafaqat pensionerlar uchun, balki ularga yordam beradigan oila a'zolari uchun ham juda qulaylik yaratadi. Masalan, endi siz uyda o'tirgan holda pensiya hisobingiz holatini tekshirishingiz yoki pensiya jamg'armasiga savol bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu o'zgarishlar barchamizdan yangi sharoitlarga moslashishni, ma'lumotlarni diqqat bilan kuzatishni va zarur choralar ko'rishni talab qiladi. Shuni unutmangki, har qanday o'zgarishning dastlabki bosqichlari har doim ham murakkab bo'lishi mumkin. Ammo bu yakuniy natijada yanada samaraliroq va adolatli tizimni yaratishga qaratilgan. Bu islohotlarning tub ma'nosi pensiya ta'minoti tizimini zamon talablariga moslashtirish va kelajakda yanada barqaror faoliyat ko'rsatishni ta'minlashdir. Asosiy qiyisim nimalarni bilishingiz kerak. Kim xavotirlanishi kerak va kimga bundan xavotirlanish shart emas keling. Endi bu o'zgarishlarning sizga shaxsan qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qismda biz aniq misollar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Shunda hech qanday
savol ochiq qolmaydi. Nimalarni bilishingiz kerak? Eng avvalo, har bir pensioner o'z pensiya to'lovi sanalarini doimiy ravishda tekshirib turishi shart. Endi bir oydan ikkinchi oyga o'tishda to'lov sanalari o'zgarishi mumkin. Pensiya jamg'armasi mahalliy bo'limlari, banklar va pochta bo'limlari bu ma'lumotlarni o'z stendlarida e'lon qilishi yoki veb-saytlarida joylashtirish kutilmoqda. Shuningdek, ko'plab banklar endi SMS xabarnoma xizmatini taklif qiladi. Bu orqali pensiya hisobingizga tushganda sizga darhol xabar keladi. Bunday xizmatga ulanishni jiddiy ko'rib chiqing. Bu sizga pulning kelishini bilish va uni rejalashtirish imkonini beradi. Har oyning boshida agar siz pensiya to'lovi sanasi haqida biron bir rasmiy e'lonni ko'rmasangiz, pensiya jamg'armasi ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishdan yoki mahalliy bo'limga borishdan tortinmang. Ikkinchidan, agar siz hali ham pensiyani naqd pulda olsangiz, o'z bank kartangizni rasmiylashtirish haqida o'ylab ko'rishingiz lozim. Hatto siz kartani doimiy ishlatmasangiz ham, uni zaxira varianti sifatida saqlash foydadan xoli emas. Ko'pgina banklar pensionerlar uchun maxsus imtiyozli kartalar taklif qiladi. Masalan, kartani ochish va yuritish uchun komissiya to'lovlarisiz. Bu sizga naqd pul olish uchun navbat kutish vaqtingizni tejashga yordam beradi. Bunday karta sizning kelajakdagi qiyinchiliklaringizning oldini oladi. Chunki naqd pulsiz to'lovlarga o'tish jarayoni tezlashadi. Ba'zi banklar hatto uyingizga kelib, kartani rasmiylashtirish xizmatini ham taklif qilishi mumkin. Bu imkoniyatni tekshirib ko'ring uch-ichidan. Rasmiy axborot manbalariga ishonish muhim. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga yoki qo'shni aytdi tamoyiliga emas, balki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, davlat xizmatlari portali e-davlat, rasmiy bank saytlari yoki bevosita pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limi ma'lumotlariga tayaning. Bu sizni noto'g'ri ma'lumotlardan himoya qiladi va firibgarlarning tuzog'iga tushib qolishingizning oldini oladi. Har qanday shubhali xabarga duch kelsangiz, uni rasmiy manba orqali tekshirishga harakat qiling. Kim xavotirlanishi kerak? Bu o'zgarishlar quyidagi toifadagi fuqarolarga ko'proq ta'sir qilishi mumkin va ular ko'proq e'tiborli bo'lishlari kerak. 1. Naqd pulda pensiya oluvchilar. Agar siz doimiy ravishda pensiyani pochta bo'limidan yoki bank kassasidan naqd pulda olgan bo'lsangiz, endi bu tartib o'zgarishi mumkin. Sizdan plastik karta ochish yoki boshqa naqd pulsiz to'lov usullariga o'tish talab qilinishi mumkin. Bu o'zgarishlarga moslashish siz uchun muhim vazifa bo'ladi. Masalan, 25 yoshli Murodjon ota har oyning 10 sanasi uyga pochta xodimi kelib pensiyasini naqd pulda berishiga o'rganib qolgan edi. Uning pensiya miqdori 460 ming so'm edi. Endi esa unga kelgusi oydan boshlab pensiya bank kartasiga o'tkazilishi haqida xabar keldi. Murodjon ota bankomatdan pul yechishni bilmaydi. Banka borishga qiynaladi, chunki uning salomatligi bunga imkon bermaydi. Bunday holatda Murodjon ota o'z farzandlari yoki nevaralaridan yordam so'rashi yoki mahalla faollaridan ko'mak olishi lozim. Ba'zi hollarda maxsus ijtimoiy xizmatlar xodimlari yordam berishi mumkin. Uning 80 ming so'm pensiyasini uzluksiz olish uchun kartani faollashtirish va undan foydalanish tartibini o'rganishi yoki uni ishonchli shaxsga ishonib topshirishi kerak. Bank kartasini ishlatishda qiyinchiliklarga duch keluvchilar. Keksalar orasida ko'pchilik bank kartalaridan foydalanishda, bankomatlardan pul yechishda, PIN kodini eslab qolishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Agar siz shu toifaga kirsangiz, imkon qadar tezroq oila a'zolaringizdan yoki ishonchli kishilardan yordam so'rab, kartadan foydalanishni o'rganing. Yoki kartani ishlatishda doimiy yordam bera oladigan biror kishini toping. Misol uchun, 68 yoshli Zuhra xola pensiyasini kartaga oladi, ammo uning PIN kodini doim unutaveradi. Uning pensiya miqdori 1 million ming so'm. U har oyda farzandini chaqirib, unga kartasidan pul yechtiradi. Yangi tizimda esa, agar farzandi doimiy yordam bera olmasa, Zuhra xola qiynalishi mumkin. Unga bankomatdan foydalanish bo'yicha oddiy ko'rsatmalar kerak bo'ladi. Balki bank xodimlari tomonidan maxsus o'quv dasturlari tashkil qilinishi ham foydali bo'lar edi. Zuhra xola uchun eng muhimi o'zining 1 million ming so'mlik pensiyasiga qiyinchiliksiz ega bo'lishdir. 30. Doimiy yashash joyini o'zgartirganlar yoki uzoq muddatga chet elga ketganlar. Agar siz o'z yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda pensiya to'lovlaringiz to'xtatilishi mumkin. Shuningdek, agar siz uzoq muddatga chet elga ketgan bo'lsangiz, pensiya olish tartibi haqida oldindan aniqlik kiritishingiz kerak. Bu ayniqsa muhim.
Chunki ma'lumotlar bazasidagi nomuvaffiqliklar avtomatik to'lovlarni bloklashi mumkin. Masalan, 60 yoshli Gulnora opa Toshkent shahrida yashab, har oyning 7 sanasida bank kartasiga 21 ming so'm pensiya olar edi. Uning farzandlari Buxoroda yashaydi va u o'tgan oyda doimiy yashash uchun ularning oldiga ko'chib o'tdi. Lekin u pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermadi. Natijada yangi qoidalarga ko'ra pensiya jamg'armasi uning yangi manzilda yashayotganidan bexabar bo'lgani uchun uning Toshkentdagi eskirgan manzili bo'yicha ma'lumotlarga tayanib to'lovlarni vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Bu holatda Gulnora opa o'zining 1000 so'm pensiyasidan mahrum bo'lib, jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi. 4. Aloqa ma'lumotlari eskirgan fuqarolar. Agar sizning telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, pochta manzilingiz aniq emas bo'lsa, bu haqda ham pensiya jamg'armasiga xabar bering. Muhim ogohlantirishlar yoki ma'lumotlar sizga yetib bormasligi mumkin. Bu esa to'lovlarning kechikishiga yoki boshqa muammolarga olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi siz bilan bog'lana olmasa, ular sizning pensiyangizni to'lashni xavf ostiga qo'yishlari mumkin. Kimga bundan xavotirlanish shart emas. Aksincha, ba'zi toifadagi fuqarolar bu o'zgarishlardan unchalik xavotirlanmasliklari mumkin. Chunki ular allaqachon yangi tizimga moslashgan. Pensiyani bank kartasiga muntazam qabul qiluvchilar. Agar siz pensiyani bank kartasiga muntazam ravishda olsangiz va undan faol foydalansangiz, siz uchun katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Faqatgina to'lov sanalaridagi ba'zi siljishlarga e'tibor berishingiz kifoya. Masalan, 65 yoshli Ahmad aka uzoq yillardan buyon pensiyasini bank kartasiga oladi. Uning pensiya miqdori 23 ming so'm. U mobil bank ilovasidan ham foydalanadi. Har oyda kommunal to'lovlarni to'laydi. Uning uchun to'lov sanasi biroz o'zgarsa ham, bu uning hayotiga jiddiy ta'sir qilmaydi. Chunki u har doim o'z hisob raqamini tekshirib turadi va SMS xabarnomalarini oladi. Uning yagona qilishi kerak bo'lgan ish bu oyda pensiya qaysi sonda tushishini bilish, bu esa u uchun unchalik katta muammo emas. Uning 1.300.000 so'mlik pensiyasi o'z vaqtida faqatgina bir necha kunlik siljish bilan uning kartasiga tushadi. 2. Yangi texnologiyalardan bemalol foydalanuvchilar. Agar siz smartfon, internet va mobil ilovalardan erkin foydalana olsangiz, barcha yangiliklarni onlayn kuzatib bora olasiz va pensiya jamg'armasi bilan elektron tarzda muloqot qila olasiz. Bunday holatda siz uchun yangi qoidalar hatto qulayroq bo'lishi mumkin. Siz endi uyda o'tirgan holda pensiya bilan bog'liq ko'plab masalalarni hal qila olasiz. Oilasida yordam beradigan yoshlar bor pensionerlar. Agar sizning oilangizda yosh texnik jihatdan bilimdon a'zolar bo'lsa, ular sizga kartalarni ishlatish, ma'lumotlarni tekshirish va zarur hollarda pensiya jamg'armasi bilan muloqot qilishda yordam berishadi. Bu sizning tashvishlaringizni sezilarli darajada kamaytiradi. Ular sizning nomingizdan barcha zarur choralarni ko'rishlari mumkin. Asosiy ism 2. Qoidalarga istisnolar, nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi. Pensiya to'lovlarining yangi tartibida ham umumiy qoidalarga istisnolar, o'ziga xos xavflar va ko'zdan panada qoladigan muhim nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Qoidalarga istisnolar bir nogironligi bor shaxslar va o'rnatilgan g'amxo'rlikka muhtojlar. Ba'zi bir fuqarolar, masalan, yoshi juda ulug' bo'lganlar, masalan, 9 yoshdan oshganlar, jiddiy nogironligi bor shaxslar yoki doimiy parvarishga muhtoj bo'lganlar uchun pensiyani uyga yetkazib berish xizmati saqlanib qolishi mumkin. Bu mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi tomonidan individual tarzda ko'rib chiqiladi. Buning uchun siz yoki sizning vakilingiz tegishli ariza bilan murojaat qilishi va tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etish kerak. Bu ijtimoiy himoya mexanizmi bo'lib, eng zaif qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan va ularning qiyinchiliklarini minimallashtirishni ko'zlaydi. 2. Chekka va borish qiyin bo'lgan hududlardagi pensionerlar, shaharlardan uzoqda joylashgan, bankomatlar yoki bank filiallari mavjud bo'lmagan qishloqlarda yashovchi pensionerlar uchun eski tartib pochta orqali naqd pulda to'lash saqlanib qolishi mumkin. Biroq bu ham mahalliy hokimiyatlar va pensiya jamg'armasi bo'limlarining qaroriga bog'liq bo'ladi. Bu hududlardagi infratuzilma darajasi va aholining bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari hisobga olinadi. Agar siz shu toifaga kirsangiz, o'zingizning hududingizda pensiya qanday yetkazilishi haqida pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz shart.
Bu holatda sizni oldindan ogohlantirishlari kerak. Vasiylik ostidagilar. Agar pensiya oluvchi shaxs voyaga yetmagan yoki sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, pensiya to'lovlari uning vasiy yoki homiysining bank hisobiga o'tkaziladi. Bu holatda vasiy yoki homiy pensiya jamg'armasiga tegishli vasiylik hujjatlarini taqdim etishi va o'z bank rekvizitlarini bildirishi kerak. Bu tizim bolalar nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy nafaqalarni olish tartibiga o'xshash bo'ladi. Bunda asosiy e'tibor mablag'larning to'g'ri ishlatilishiga qaratiladi. Xavflar va xatarlar pitfalls. 1. Firibgarlar faollashuvi. Har qanday o'zgarish davrida firibgarlar faollashadi. Ular sizga pensiya jamg'armasi xodimi yoki bank vakili sifatida qo'ng'iroq qilib, yangi pensiya qoidalariga o'tish, sizga qo'shimcha to'lov belgilanmoqda. Pensiyangizni 2 barobar oshirish kabi vajlar bilan sizning karta raqamingizni, amal qilish muddatini, PIN kodingizni yoki kartaning orqa tomonidagi CVV, CVC kodlaringizni so'rashi mumkin. Hargiz va hech qachon o'z karta ma'lumotlaringizni, PIN kodingizni va kartaning orqa tomonidagi CVV, CVC kodlarini begonalarga aytmang. Pensiya jamg'armasi va banklar hech qachon telefon orqali bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizga shubhali qo'ng'iroqlar yoki SMS xabarlar kelsa, darhol bankning ishonch telefoniga yoki pensiya jamg'armasining murojaat markaziga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni va moliyaviy mablag'laringizni himoya qiling. 2. Bank kartasining yaroqlilik muddati tugashi yoki yo'qolishi. Agar bank kartangizning yaroqlilik muddati tugasa yoki u yo'qolsa, pensiya to'lovlaringizni olishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Kartaning muddati tugashiga 1-2 oy qolganda bankka murojaat qilib, yangi karta buyurtma qiling. Banklar odatda bu haqda oldindan xabar berishadi, lekin siz ham o'zingiz tekshirib turishingiz kerak. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib, uni blokirovka qiling va yangisini oling. Bu holatda siz pensiya jamg'armasiga yangi karta rekvizitlarini taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Aks holda pul eski, bloklangan hisobga tushib, uni olish qiyinlashishi mumkin. Telefon raqami o'zgarishi yoki noto'g'ri raqam ko'rsatilishi. Agar sizning pensiya jamg'armasida qayd etilgan telefon raqamingiz eski yoki noto'g'ri bo'lsa, siz muhim SMS xabarnomalar, ogohlantirishlar yoki tasdiqlash kodlarini ola olmasligingiz mumkin. Bu ayniqsa mobil banking xizmatlaridan foydalanadiganlar uchun muhim. Telefon raqamingizni doimiy ravishda yangilab turishni unutmang. Bu sizni pensiya jamg'armasi va bank bilan uzluksiz aloqada bo'lishingizni ta'minlaydi. Ma'lumotlar bazasidagi xatolar. Ba'zida pensiya jamg'armasi yoki bank ma'lumotlar bazasida texnik xatolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning ism sharifingizdagi kichik bir xato, pasport seriya raqamidagi nomuvofiqlik yoki tug'ilgan sanadagi farq pensiya to'lovlarining kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda rasmiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, muammoni zudlik bilan hal qilish kerak. Hujjatlarning asl nusxalarini va ularning nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. Yashirin nuansalar, unobis nuansimi. Faol va nofaol hisoblar. Ba'zi banklar yoki pensiya jamg'armasi tizimlari ma'lum bir muddat, masalan 6 oy yoki 1 yil davomida hech qanday harakat bo'lmagan hisoblarni nofaol deb hisoblashi mumkin. Natijada pensiya to'lovlari bu hisoblarga tushishi to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun hatto siz naqd pulni boshqa usulda olsangiz ham pensiya o'tish kerak bo'lgan bank hisobingizning faolligini saqlab turishingiz muhim. Masalan, har oyda kichik bir miqdorni yechib olish yoki to'lov qilish orqali hisobingiz faol ekanligini bildiring. Bu pensiya to'lovlarining uzluksiz amalga oshirilishini ta'minlaydi. 2. Mahalla fuqarolar yig'inining roli. Pensiya to'lovlari bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda mahalla fuqarolar yig'ini MFI ham muhim rol o'ynashi mumkin. MFI faollari keksa fuqarolarga pensiya hujjatlarini rasmiylashtirishda, banklarga borishda yoki pensiya jamg'armasi bilan muloqot qilishda yordam berishi mumkin. Ular birinchi aloqa nuqtasi bo'lishi mumkin, ayniqsa qiyin vaziyatlarda. MFI orqali ijtimoiy himoya bo'limlari bilan bog'lanish va qo'shimcha yordam olish imkoniyatlari mavjud. Mintaqaviy farqlar. Pensiya to'lovlari tartibidagi o'zgarishlar O'zbekistonning turli hududlarida biroz boshqacha tezlikda va usullarda joriy etilishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida raqamlashtirish jarayoni qishloq hududlariga nisbatan tezroq ketishi mumkin. Bu hududiy infratuzilma darajasi va aholining texnologiyaga moslashuviga bog'liq. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi aniq qoidalar va amaliyotlar haqida ma'lumot olish muhim. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi yoki MFI orqali
Bu ma'lumotlarni aniqlashtiring. 4. Kutilmagan kechikishlar. Har qanday yangi tizimga o'tish davri dastlabki bosqichlarda ba'zi texnik xatoliklar yoki kutilmagan kechikishlar bilan birga bo'lishi mumkin. Bu davrda sabr toqatli bo'lish va mas'ul idoralar bilan faol muloqotda bo'lish muhimdir. Agar pensiya o'z vaqtida kelmasa, darhol vahimaga tushmang, balki pensiya jamg'armasi yoki bankka murojaat qiling. Ular sizga kechikish sababini tushuntirib berishlari va muammoni hal qilish yo'llarini ko'rsatishlari shart. Bu nuanslarni tushunish sizga yangi pensiya tizimida yanada ishonchli harakat qilishga va o'zingizni potensial muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Har bir holat individual ekanligini unutmang. Shuning uchun shaxsiy vaziyatingizga qarab harakat qilishingiz kerak. Amaliy maslahat, tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismi o'tamiz. Bu sizning amaliy harakatlaringiz. Pensiya to'lovlari tartibidagi yangi o'zgarishlarga samarali moslashish uchun quyidagi qadamlarni bosishingizni tavsiya qilaman. 1. Rasmiy ma'lumot manbalarini tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini PFMF muntazam ravishda tekshirib turing. U yerda eng so'nggi yangiliklar, to'lov jadvallari va rasmiy tushuntirishlar joylashtiriladi. Saytdagi e'lonlarni diqqat bilan o'qib chiqing. E-davlat portali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, my.bank.uz orqali ham pensiya to'lovlari holatini tekshirishingiz, ba'zi ma'lumotlarni yangilashingiz yoki pensiya jamg'armasiga elektron murojaat yuborishingiz mumkin. Agar sizda shaxsiy kabinet bo'lmasa, uni ro'yxatdan o'tkazishni tavsiya etaman. Bu kelajakda ko'plab davlat xizmatlaridan onlayn foydalanishga imkon beradi. Bank va pochta bo'limlari e'lonlari, pensiyangizni qaysi bank yoki pochta orqali olsangiz, o'sha muassasaning e'lonlar stendlariga, veb-saytlariga yoki ijtimoiy tarmoq sahifalariga e'tibor qarating. Ular ko'pincha to'lov sanalari haqida ma'lumot berishadi. Ba'zi banklar o'z mobil ilovalari orqali ham tegishli ma'lumotlarni berib borishi mumkin. 2. Pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qiling. Shaxsiy tashrif. Agar sizda biron bir savol bo'lsa yoki ma'lumotingizni yangilashingiz kerak bo'lsa, o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan tashrif buyuring. Mutaxassislar sizning vaziyatingizni batafsil o'rganib chiqib, aniq maslahatlar berishadi. Odatda u yerda yordam berishga tayyor bo'lgan malakali xodimlar mavjud. Borishdan oldin ish vaqtini aniqlashtirib olishingiz maqsadga muvofiq. Ishonch telefonlari, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari raqamlarini odatda hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlarining saytlarida yoki stendlarida mavjud topib, savollaringizni telefon orqali berishingiz mumkin. Bu ayniqsa uzoq joyda yashovchilar yoki jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun qulay. O'tib, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pasport. Har doim o'zingizning pasportingizni yoningizda saqlang. Chunki har qanday pensiya operatsiyalari ma'lumotlarni yangilash yoki murojaat qilish uchun u talab qilinadi. Pasport sizga xizmat ko'rsatmasliklari mumkin. Pensiya guvohnomasi. Pensiya guvohnomangizni ham yo'qotib qo'ymang. U ham muhim hujjat hisoblanadi va pensiya maqomingizni tasdiqlaydi. Bank karta rekvizitlari. Agar pensiya kartangizga tushsa, uning raqamini, 16 xonali, amal qilish muddatini va bankdagi hisob raqamingizni IBAN bilib oling. Bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga taqdim etilishi kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa kartani o'zgartirganda yoki hisob raqami haqida aniqlik kiritishda. Boshqa hujjatlar, agar sizda nogironlik bo'lsa, vasiylik mavjud bo'lsa yoki biron bir istisno toifaga kirsangiz, buni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, nogironlik guvohnomasi, vasiylik to'g'risidagi sud qarori ham yoningizda saqlang. Bu hujjatlar sizning maxsus maqomingizni tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. 4. Ma'lumotlaringizni yangilang. Aloqa ma'lumotlari, pensiya jamg'armasida qayd etilgan telefon raqamingiz, pochta manzilingiz va elektron pochtangiz agar mavjud bo'lsa, dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ular o'zgargan bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib ularni yangilang. Bu sizga muhim ogohlantirishlar va SMS xabarnomalarni o'z vaqtida olish imkonini beradi. Bank rekvizitlari, agar bank kartangiz o'zgargan bo'lsa, yangi karta ochilgan bo'lsa yoki boshqa bankka o'tgan bo'lsangiz, bu haqda ham pensiya jamg'armasiga xabar bering. Yangi karta rekvizitlarini taqdim etishingiz shart. Aks holda pensiya to'lovlari eski yaroqsiz hisobga tushib ketishi mumkin. 5. Raqamli savodxonlikni oshiring. Bank kartalaridan foydalanishni o'rganing. Agar
siz hali ham bank kartalaridan foydalanmasangiz, oila a'zolaringizdan yordam so'rab, undan qanday foydalanishni o'rganing. Bankomatdan pul yechish, balansni tekshirish, PIN kodni o'zgartirish kabi asosiy operatsiyalarni bilish sizga juda katta yordam beradi va sizning mustaqilligingizni oshiradi. Banklar ko'pincha pensionerlar uchun maxsus bepul o'quv kurslari yoki maslahatlar tashkil qiladi. Bu imkoniyatdan foydalaning. Mobil ilovalar. Agar imkoniyatingiz bo'lsa va smartfondan foydalana olsangiz, mobil bank ilovalarini o'rganishni jiddiy ko'rib chiqing. Ular orqali siz o'z pensiya hisobingiz holatini masofadan turib tekshirishingiz, to'lovlarni amalga oshirishingiz, masalan, kommunal to'lovlar va hatto ba'zi bank xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni va kuchingizni tejaydi va moliyaviy nazoratingizni kuchaytiradi. Bu videoda berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Siz bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Siz allaqachon biror o'zgarishlarga duch keldingizmi? Iltimos o'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning izohlaringiz biz uchun juda qimmatlidir va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazib bera olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.